mazmun hadisdan olingan, lekin she'riy tarzda berilyapti. Bunda asl pahlavon kim? Boya jang maydonida yengib o'tgan qahramonmi, pahlavonmi yoki g'azabini yengib olgan odam pahlavonmi? Mana shunday keltirib o'tilgan she'riy tarzda. Endi bunga olinayotgan sarlavha ham mana qarang, qo'rqib turamiz ham biror narsaning bolacha yomonlik yo bir narsa sindirib qo'ysa, to'kib qo'ysa, mana bitta kursdoshimning bolasi bor edi, qizalog'i. Biz mehmonxonaga borganimizda kompot pishiribdi, gilosli. Nima deydi? O'sha sovutishga qo'yganida hammasini to'kdi. 20 litrmi necha hammasini to'kdi. Qandaydir qildi, to'kdi-da ish qilib. Lekin urishmadi. Shunaqa ayb qilganda qo'rqib turamiz, to'g'rimi? Urmaslar deydi. O'sha paytda eng og'ir gunohda ham hatto shu 5-6 insonda kimdir taqlid qilsa, onasi bunday qiladi-da, lekin urmaydi. O'sha ham urmadi-da, hattoki voy o'zing kuymadingmi dedi-da, narsalarni almashtirib o'ziga hech narsa qilmadim deb olib ketdi-da, hamma joyini artdi. Biz qoyil qoldik-da. Ya'ni u jahl qilib g'azab qilib urmadi. Mana shunaqa nima deydi? Ibrat boshqacha ibrat. Urgandan ko'ra, chaqib bergandan ko'ra, chaqilmagani, urmagandagi xulosa fikr boshqacha bo'ladi, balandroq qoladi odamda. Keyin bu sarlavhalarga ham e'tibor bersak, zavqli mutolaa, bir emotsiyalarga boy, o'quvchining voy dostona qiziqarli ekanda deb e'tibor tortadigan sarlavhalar tanlangan. Keyin unga berilgan topshiriqlarda asosan o'quvchining fikri so'raladi, uning taassuroti, qanday tasavvur uyg'otganligi asosan o'shalar so'raladi. Loyihalar tayyorlash deyarli har bir topshiriqdan keyin, mavzudan keyin mana shunday topshiriqlar berilgan. Hadislar orqali ham 5-sinf o'quvchilarining endi shaxs sifatida shaxsiy fazilatlarini ham shakllantirib borishga yordam bersin deb tanlangan ekan. Har bitta hadisga qarasak, g'azabingizda tutish, yolg'on gapirmaslik, munofiq bo'lib qolmaslik. Yani shaxs sifatida ideal kamolotga olib chiqish uchun xizmat qiladigan hadislar tanlangan ekan. Haqiqatan. Bo'ldi, rahmat. Mashkura.